Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Belaruslik mashhur futbol mutaxassisi Anatoliy Yuryevich ko'p yillik sukutni buzib, Sport 5 nashriga bergan intervyusida belaruslik futbolchilarning nega yuqori xalqaro darajaga chiqa olmayotganining sababini aytib o'tdi. Bu suhbat o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning muvaffaqiyatlari muhokamasi doirasida bo'lib o'tdi. Husanovning shakllanishida Anatoliy Yuryevichning ham katta hissasi bor. Bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasi va Angliyaning Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning shakllanishidagi eng muhim bosqich aynan Belarusda o'tdi. 3 yil davomida Abduqodir Anatoliy Yuryevich rahbarligida Minskning Energetik BGU klubi tizimida rivojlandi va uning jahon futboli sari tezkor yuksalishi aynan shu yerdan boshlandi. Men doim futbolchilar yaratilishini tushuntiraman. Ular qaysi chempionatda o'ynashi muhim emas. Muhimi ularning mavjud sifatlari. Abduqodirda ikki sifat eng yuqori darajada rivojlangan. Birinchisi ichki o'zak, ya'ni xarakter. Aynan shu narsa bizning yigitlarga yetishmaydi. Ikkinchisi esa uning o'rganish qobiliyatining fantastik darajada ekanidir. Men nima demoqchi ekanimni chuqur tushunish kerak. Hozirgi vaqtda Husanovning transfer qiymati o'zbek futboli uchun rekord ko'rsatkich. 50 million yevroga baholanmoqda. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.